Erjon, kechqurunga makaron qovuraymi desam, tag'in ustalarni ovqatiga o'xshatib oppoq makaron qilib qo'ymagin dedilar. Men senga tat pastalardan jo'nataman, qip-qizil qilib qovurib qilgin dedilar. O'ng tarafdagi serdochkani bitta bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman. Tat tomatlari bilan makaroninglar juda ham mazali chiqadi. Bir yilda bir marotaba bo'ladigan kattakon Ramazon aksiyasi. Tutash va Tat brendi Turkiya mahsuloti bo'lib, shu ko'rayotgan hamma mahsulotinglar bor yo'g'i 190 ming so'm. Bemalol Yandex.Go orqali zakaz bersanglar bo'ladi. Set ichida ro'zg'or uchun eng kerakli bo'lgan 20 xildan oshiq mahsulotlar bor. Hayit oldi yaqinlaringizni yo'qlab kelmoqchisiz. Hadya qilish uchun eng zo'r tanlov. Bir to'g'ri somsa yoki bir patnis pishirib olib borgandan ko'ra 190 minglik sutash setidan olib borsanglar, juda ham xursand bo'lib ketishadi. Tat pastalari bilan makaronim qip-qizil bo'lib pishdi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun tezda profilimizga obuna bo'linglar.